Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun O'zbekistondagi har bir insonni, har bir oilani tashvishga solayotgan, har birimizning xonadonimizga taalluqli bo'lgan o'ta dolzarb mavzuni muhokama qilamiz. Hozirda juda ko'p odamlardan eshityapmizki, uyma-uy yurib tekshiruvlar o'tkazilmoqda, kutilmagan tashriflar bo'lmoqda va ba'zi holatlarda asossiz jarimalar yozilmoqda. Ko'pchilik nima qilishni, qanday yo'l tutishni bilmay dovdirab qolmoqda. Ba'zan esa afsuski o'z huquqlarini bilmagan holda turli bosimlar ostida nohaq jarimalarga rozi bo'lib, katta miqdordagi pullarni to'lashga majbur bo'lishmoqda. Bugun sizga aynan shu vaziyatlarda o'zingizni qanday himoya qilish kerakligini, kimga eshikni ochish kerak, kimga esa mutlaqo ochmaslik lozimligini, qanday hujjatlarni talab qilish kerakligini batafsil tushuntirib beraman. Bu ma'lumot sizning oilaviy byudjetingizni himoya qilishga, ortiqcha muammolardan qochishga va eng muhimi, o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va bu videoni do'stlaringiz, yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Chunki bugungi ma'lumot har bir O'zbekiston fuqarosi uchun juda muhim va men ishonaman, bu video ko'pchilikni katta muammolardan qutqaradi. Muammoning mohiyati va hozir nima o'zgardi? Qadrli do'stlar, agar siz bir necha yil avvalgi vaziyatni eslasangiz, kommunal xizmatlar yoki boshqa davlat idoralari vakillari tomonidan uyma-uy tekshiruvlar bunday muntazam va qat'iy tarzda o'tkazilmas edi. Albatta, vaqti bilan hisoblagichlarni tekshirish yoki qarzdorlikni aniqlash maqsadida tashriflar bo'lib turardi. Lekin bu hozirgi kabi ommaviy tus olmagan edi. Ko'pincha bu tashriflar bir o'z rasmiyatchilik bilan, xonadon egalarining shaxsiy makoniga hurmat bilan yondashgan holda amalga oshirilardi. Ba'zi hollarda hatto qoidabuzarliklar aniqlansa ham, ogohlantirish bilan cheklanib qolish yoki kamchiliklarni bartaraf etish uchun ma'lum bir muddat berish amaliyoti keng tarqalgan edi. Jarimalar miqdori ham hozirgidek jiddiy emasdi va ularni qo'llash mexanizmi ham ancha yengilroq edi. Odamlar o'z uylarini o'zlarining mustahkam qo'rg'oni deb bilishar. Davlat idoralarining ruxsatsiz yoki jiddiy asoslarsiz uyga kirishga shoshilmas edilar. Ammo hozirgi vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi paytlarda qator davlat dasturlari qabul qilindi. Kommunal sohada intizomni kuchaytirish, resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash, qarzdorlikni kamaytirish va hisob-kitoblar shaffofligini oshirish maqsadida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu o'z navbatida tekshiruvlarning soni va qat'iyligining keskin oshishiga olib keldi. Endilikda gaz, elektr, suv ta'minoti, chiqindi yig'ish xizmatlari va hatto uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari vakillari muntazam ravishda fuqarolarning xonadonlariga tashrif buyurishmoqda. Ular nafaqat hisoblagichlarning holatini, balki to'lovlarni, xonadonlardagi qurilmalarning qonuniyligini, ruxsatsiz ulanishlarni, hatto uy-joyning umumiy holatini ham tekshirmoqda. Eng muhimi shundaki, aniqlangan har qanday qoidabuzarlik uchun endilikda darhol ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, katta miqdorda jarimalar qo'llanilmoqda. Ba'zi hollarda hatto kichik qoidabuzarliklar uchun ham jiddiy sanksiyalar ko'zda tutilgan. Bu esa ko'pchilik uchun kutilmagan zarba bo'lmoqda. Chunki ular bunday qat'iy chora-tadbirlarga tayyor emasdilar va o'z huquqlarini to'liq bilmasdilar. Afsuski, ba'zi tekshiruvchilar o'z vakolatlaridan chetga chiqib, fuqarolarning huquqlarini buzayotgan holatlar ham kuzatilmoqda. Bu esa aholi orasida norozilik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarmoqda. Aynan shu sababli biz bugun siz bilan birgalikda bu yangi sharoitlarda o'zimizni qanday himoya qilish kerakligini o'rganamiz. Asosiy qism bu batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak xo'sh. Uyma-uy yurib tekshiruvlar kimlar tomonidan amalga oshiriladi va ular nimalarni tekshirishadi? Bu savolga aniq javob olish juda muhim. Odatda bu tekshiruvlar quyidagi tashkilotlar vakillari tomonidan o'tkaziladi. Hudud gaz ta'minot AJ vakillari, ular gaz hisoblagichlarining holatini, ularning plombalarining butunligini, hisoblagichlarga tashqi aralashuvlar bor yo'qligini, noqonuniy gaz uhlanishlarini, gaz uskunalarining texnik holatini va gazdan foydalanish qoidalariga rioya etilishini tekshiradilar. Shuningdek, gaz iste'moli uchun to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirilganligini ham nazorat qilishlari mumkin. 2. Hududiy elektr tarmoqlar AJ vakillari. Ular elektr hisoblagichlarining sozligini, plombalarning butunligini
elektr energiyasi noqonuniy yo'llar bilan iste'mol qilish holatlarini, masalan, to'g'ridan to'g'ri ulanishlar yoki hisoblagichni chetlab o'tish. Shuningdek, elektr uskunalarining xavfsizligini tekshiradilar. Elektr energiyasi uchun qarzdorlik masalasi ham ularning diqqat markazida bo'ladi. 3. O'z suv ta'minot. AJ vakillari. Ular suv hisoblagichlarining holatini, plombalarning mavjudligini, ruxsatsiz suvlanishlarni, shuningdek, oqova suvdan foydalanish qoidalariga rioya etilishini tekshiradilar. Suv iste'moli uchun to'lovlarni ham nazorat qilishlari mumkin. 4. Qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmatlari vakillari. Ular aholi tomonidan chiqindi yig'ish uchun shartnomalar tuzilganligini, to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilganligini va chiqindilarni belgilangan tartibda tashlash qoidalariga rioya etilishini tekshiradilar. 5. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari, uy-joy mulkdorlari shirkati yoki boshqaruv kompaniyasi vakillari. Ular uyning umumiy holatini, kommunal tizimlardagi nosozliklarni, ruxsatsiz qayta qurish yoki qo'shimchalar kiritish holatlarini, shuningdek, umumiy foydalanish joylarining ozodaligini tekshirishlari mumkin. 6. Mahalla fuqarolar yig'ini faollari. Ular ko'pincha yuqoridagi tashkilotlar vakillari bilan birgalikda yoki alohida holda fuqarolarning turmush sharoitlarini o'rganish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni aniqlash, shuningdek, tartib intizom va jamoat xavfsizligini ta'minlash maqsadida tashrif buyurishlari mumkin. Lekin ularning o'zlari jarima yozish vakolatiga ega emaslar. Xo'sh, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz qonunlarga to'liq rioya etuvchi fuqaro bo'lsangiz, barcha kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lab borsangiz, hisoblagichlaringiz soz holatda bo'lsa, plombalar butun bo'lsa, hech qanday ruxsatsiz ulanishlar yoki qayta qurish ishlari amalga oshirmagan bo'lsangiz, asosan xavotirlanishga hojat yo'q. Sizning huquqlaringiz himoyalangan va sizga hech qanday jarima qo'llanilmaydi. Biroq shunday bo'lsa ham, tekshiruvchilar bilan muloqotda o'ta ehtiyotkor bo'lishingiz va o'z huquqlaringizni bilishingiz zarur. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Hisoblagichlarni ataylab buzgan, ularning ko'rsatkichlarini o'zgartirgan yoki plombalarni yirtgan shaxslar. Bu eng jiddiy qoidabuzarliklardan biri hisoblanib, katta miqdordagi jarimalar va hatto jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Masalan, gaz hisoblagichini chetlab o'tib, gaz quvuriga to'g'ridan to'g'ri ulanish aniqlansa, iste'mol qilingan gaz miqdori eng yuqori quvvatda 24 soatlik rejimda o'tmishdagi solti oygacha bo'lgan davr uchun hisoblab chiqiladi. Bu esa o'nlab million so'mlik qarzdorlik va jarimalarni keltirib chiqarishi mumkin. 2. Gaz, elektr energiyasi yoki suv quvurlariga ruxsatsiz ulanishlar qilganlar. Bunday ulanishlar odatda qo'shimcha energiya manbai yaratish yoki hisoblagichdan tashqari iste'mol qilish maqsadida amalga oshiriladi. Elektr energiyasiga noqonuniy ulanish uchun agar ushbu ulanish elektr tarmog'iga jiddiy yuklama bergan bo'lsa, nafaqat jarima, balki elektr energiyasini vaqtincha uzib qo'yish va hattoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishgacha borishi mumkin. Jarima miqdori, misol uchun, fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorining BHM 10 baravardan 15 baravargacha 3 million 300 ming so'mdan 10 million 120 ming so'mgacha bo'lishi mumkin agar bu jinoyat darajasiga yetmasa. Kommunal xizmatlar uchun uzoq muddatli qarzdorligi bor shaxslar. Garchi bu holat uchun odatda darhol jarima qo'llanilmasa ham, tekshiruvchilar sizdan qarzdorlikni darhol to'lashni talab qilishlari yoki hatto xizmat ko'rsatishni cheklashlari mumkin. Qarzdorlik uzilmasdan qolsa, sud orqali undirish choralari ko'riladi va bu qo'shimcha sud xarajatlari va jarimalarga olib kelishi mumkin. 4. Uy-joyda ruxsatsiz qayta qurish yoki qo'shimchalar kiritish ishlarini amalga oshirganlar. Masalan, balkonni kengaytirish, xonaga qo'shimcha kirish, yo'li ochish yoki yuk ko'taruvchi devorlarda o'zgartirishlar kiritish kabi ishlar tegishli ruxsatnomalari amalga oshirilgan bo'lsa. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari yoki qurilish nazorati organlari tomonidan jarima qo'llanilishi mumkin. Bunday holatda BHMning 20 baravardan 3000 baravarigacha 6 million 600 ming so'mdan 9 million 900 ming so'mgacha jarima solinishi mumkin. Ba'zi hollarda esa bino egasi ruxsatsiz qurilmani buzishga majbur qilinishi ham mumkin. 5. O'z nomiga rasmiylashtirilmagan joylarda yashayotgan yoki kommunal shartnomalarni o'zgartirmagan shaxslar. Bu to'g'ridan to'g'ri jarimaga sabab bo'lmasa-da, tekshiruvchilar uchun savollar tug'dirishi va hujjatlarni rasmiylashtirishga majbur etishi mumkin.
Har bir holatda tekshiruvchilarning tashrifidan oldin o'zingizning barcha hujjatlaringizni, kommunal to'lov kvitansiyalar, hisoblagichlar, pasporti, uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar tartibga solib qo'yish. Hisoblagichlarning sozligini muntazam tekshirib turish va har qanday qayta qurish ishlarini qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirish o'ta muhimdir. Oldindan ehtiyot choralarini ko'rish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan katta muammolar va moliyaviy yo'qotishlarning oldini oladi. Asosiy qism 2. Istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Aziz do'stlar, yuqorida biz tekshiruvlar kimlar tomonidan o'tkazilishi va kimlar xavotirlanishi kerakligini batafsil ko'rib chiqdik. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qachon siz eshikni ochmasligingiz kerak va qachon ochishga majbursiz. Bu juda nozik nuans bo'lib, sizning huquqlaringiz aynan shu yerda sinovdan o'tadi. Qachon siz eshikni ochmasligingiz kerak? Birin, shaxsni tasdiqlovchi hujjat yo'q bo'lsa, har qanday tekshiruvchi sizning uyingizga kirishdan oldin o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni xizmat guvohnomasi ko'rsatishi shart. Agar ular eshik ortidan sizga guvohnoma ko'rsatmasa yoki shubhali ko'rinsa, siz ularni ichkari kiritmaslikka to'liq haqqingiz bor. Xizmat guvohnomasi tashkilot nomi, tekshiruvchining ismi sharifi, lavozimi va guvohnomaning amal qilish muddati aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Siz guvohnoma telefoningizga suratga olishni yoki ma'lumotlarni yozib olishni talab qilishingiz mumkin. 2. Tekshiruvga ruxsat beruvchi hujjat yo'q bo'lsa, davlat idoralari vakillari uyma-uy tekshiruv o'tkazish uchun tegishli buyruq yoki ruxsatnomaga ega bo'lishi shart. Bu hujjatda tekshiruvning maqsadi, muddati va tekshiruvchi shaxslarning ismi sharifi aniq ko'rsatiladi. Agar ular bunday hujjatni taqdim etmasalar, siz ularning kirishiga ruxsat bermasligingiz mumkin. Oddiygina biz tekshirishga keldik degan gap yetarli emas. Siz menda tekshiruvga buyruq yoki ruxsatnoma bormi? Iltimos, eshik ortidan ko'rsating deb so'rashingiz kerak. Agar ular ruxsatnoma yo'qligini aytsa yoki uni ko'rsatishdan bosh tortsa, eshikni ochmaslikka to'liq haqqingiz bor. Bu ayniqsa prokuratura organlari yoki sud vakillari bo'lmagan oddiy kommunal xizmat xodimlari uchun juda muhim qoida. 3. Vakolat chegarasidan chiqish holatlari. Agar tekshiruvchilar o'z vakolatlaridan tashqari masalalarni so'rayotgan bo'lsa, masalan, sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingiz, siyosiy qarashlaringiz yoki shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq savollar, siz ularga javob berishdan bosh tortishingiz va ularni ichkariga kiritmasligingiz mumkin. 4. Norasmiy ish vaqtidan tashqarida tashrif buyurish. Agar tekshiruvchilar kechki payt, dam olish kunlari yoki bayramlarda sizning uyingizga kelsa, favqulodda vaziyatlardan tashqari ularni ichkariga kiritmaslikka to'liq haqqingiz bor. Davlat idoralari odatda belgilangan ish vaqtida faoliyat olib boradi. 5. Shubhali xatti-harakatlar. Agar sizga kelgan shaxslarning xatti-harakatlari shubhali ko'rinsa, masalan, ular eshikni qattiq taqillatib, qo'pol ohangda gaplashsa, sizni qo'rqitishga harakat qilsa, eshikni ochishdan oldin politsiyaga qo'ng'iroq qilib ularni chaqirishingiz kerak. Qachon siz eshikni ochishga majbursiz. Bu holatlar kam uchraydi, lekin ularni bilish hayotiy muhim. 1. Sudning qidiruv yoki tintuv qarori bo'lsa, agar sudning belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qidiruv yoki tintuv qarori bo'lsa, siz eshikni ochishga majbursiz. Bunday holatda huquqini muhofaza qiluvchi organlar vakillari, politsiya, prokuratura keladi va ular odatda bu qarorni sizga taqdim etadilar. Bu vaziyatda qonunga bo'ysunishdan bosh tortish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. 2. Favqulodda vaziyatlar. Agar uyda yong'in, gaz sizib chiqishi, suv quvurining yorilishi kabi favqulodda vaziyatlar yuzaga kelsa va bu butun uy yoki qo'shnilar uchun xavf tug'dirsa, maxsus xizmatlar, yong'in xavfsizligi, gaz xizmati avariyaviy guruhi, tez yordam vakillari eshikni ochishni talab qilishga haqlidirlar. Bunday holatlarda ular hatto sizning ruxsatingizsiz ham uyga kirishlari mumkin. Chunki ularning asosiy maqsadi inson hayotini saqlash va jiddiy falokatlarning oldini olishdir. O'ti jinoyat sodir etilganlikda gumon. Agar uy ichida jinoyat sodir etilganligi haqida asosli gumonlar mavjud bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari prokurorning ruxsati bilan uyga kirishlari mumkin. Qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Mahalla vakillari, mahalla faollari sizning uyingizga kirish uchun hech qanday majburlash vakolatiga ega emaslar. Ular faqatgina sizning ruxsatingiz bilan kirishlari mumkin. Agar ular siz bilan birga kelgan kommunal xizmat vakillariga guvoh bo'lish uchun kelgan bo'lsa ham, ularning o'zlari sizning uyingizga ruxsatsiz kira olmaydilar.
videoga olish huquqi. Siz o'zingizning uyingizga kelgan tekshiruvchilarni videoga yoki audio yozuvga olishga to'liq haqqingiz bor. Bu sizning xavfsizligingizni ta'minlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarni isbotlash uchun muhim dalil bo'lishi mumkin. Tekshiruvchilar sizga buni taqiqlay olmaydilar. Agar taqiqlovchi bo'lsa, bu ularning qonunga xilof harakati bo'ladi. Guvohlar jalb qilish. Agar siz tekshiruvchilarni uyga kiritishga qaror qilsangiz, albatta qo'shnilardan yoki oila a'zolaridan guvoh sifatida ishtirok etishni so'rang. Ikkita mustaqil guvoh ishtirokida har qanday tekshiruvning o'tkazilishi qonuniy ahamiyatga ega. Unutmang, sizning xonadoningiz daxlsizdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 27 moddasiga ko'ra har kim uy-joy daxlsizligi huquqiga ega. Hech kim sudning qarorisiz o'z uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emas. Xonadon egalarining ruxsatisiz ularning turar joyiga kirishga, tintuv o'tkazishga yoki uni ko'zdan kechirishga faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda yo'l qo'yiladi. Shu sababli o'z huquqlaringizni biling va ularni qat'iy himoya qiling. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qism amaliy maslahatlarga o'tamiz. Tekshiruvchilar eshigingizni taqillatganda qanday qadamlar ketma-ketligini amalga oshirishingiz kerak. Bu maslahatlarga amal qilish sizni ko'pgina ortiqcha muammolar va asossiz jarimalardan himoya qiladi. 1. Vahimaga tushmang va xotirjamlikni saqlang. Bu birinchi va eng muhim qoida. Tekshiruvchilarning bosimiga berilmaslikka harakat qiling. Ularning maqsadi ko'pincha sizni shoshirib qo'yib, o'z maqsadlariga erishishdir. Chuqur nafas oling va xotirjamlik bilan muloqot qiling. Ikki eshik orqasidan shaxsiyatni tasdiqlang. Eshikni birdan ochishga shoshilmang. Avvalo eshik tirqishidan yoki domofon orqali kimligini so'rang. Agar ular davlat idorasi vakillari ekanliklarini aytsalar, shaxsiy guvohnomalarini eshik orqasidan ko'rsatishlarini talab qiling. Guvohnomaning surati yoki ma'lumotlarini yozib oling. Familiyasi, ismi, lavozimi, tashkiloti, guvohnoma raqami. Agar ular shaxs tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatishdan bosh tortsalar yoki sizga shubhali tuyulsalar, eshikni ochmang va ularga sizda bunday sharoitda eshikni ochmaslikka haqqingiz borligini bildiring. 3. Tashrif maqsadini aniqlang va tekshiruvga ruxsat beruvchi hujjatni talab qiling. Nima maqsadda keldingiz va sizda tekshiruv o'tkazish uchun buyruq yoki ruxsatnoma bormi deb so'rang. Har qanday davlat idorasi vakili xonadonga kirib, tekshiruv o'tkazish uchun yozma buyruq yoki ruxsatnomaga ega bo'lishi shart. Bu hujjatda tekshiruvning asoslari, maqsadi, muddati va ishtirok etuvchilarning ro'yxati ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ular bunday hujjatni taqdim etishdan bosh tortsalar yoki faqat og'zaki ruxsatnomani aytsalar, ularning uyga kirishiga ruxsat bermang. Agar ular buyruq yoki ruxsatnomani eshik orqasidan ko'rsatsalar, uning fotosuratini oling va ma'lumotlarni yozib oling. Barcha muloqotni yozib oling. Tekshiruvchilar bilan bo'lgan har qanday muloqotni ovozli yozib yoki videoga olishga harakat qiling. Bu sizning huquqingiz. Telefoningizni kamera rejimiga qo'ying va tekshiruvchilarning yuzini, guvohnomalarini va ularning harakatlarini yozib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarda sizning asosiy dalilingiz bo'ladi. Ular sizga yozishni taqiqlashga haqli emaslar. Agar taqiqlashga harakat qilsalar, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. 5. Guvohlarni taklif qiling. Agar siz tekshiruvchilarni uyga kiritishga qaror qilsangiz, albatta 2 nafar mustaqil guvohni qo'shnilar, kattalar yoshidagi oila a'zolari taklif qiling. Ularning ishtiroki barcha harakatlarning qonuniyligini ta'minlashga yordam beradi va jarayonning shaffofligini oshiradi. Ularning ismlari tekshiruv bayonnomasiga kiritilishini talab qiling. Eshikni ochgan taqdirda ham yolg'iz qoldirmang. Agar ular uyga kirishga muvaffaq bo'lishsa, ularni uyda hech qachon yolg'iz qoldirmang. Ularning har bir harakatini kuzatib turing. Ularni turli xonalarga kirishiga ruxsat bermaslikka harakat qiling. Faqat tekshiruv maqsadi bilan bog'liq joylarni, masalan, hisoblagich o'rnatilgan joyini ko'rsating. 7. Har bir hujjatning nusxasini talab qiling. Agar tekshiruv natijasida biron bir bayonnoma, dalolatnoma yoki boshqa hujjat rasmiylashtirilsa, uning har bir bandini diqqat bilan o'qib chiqing. Agar siz bayonnomadagi biron bir holatga rozi bo'lmasangiz, imzo qo'yishdan oldin o'zingizning e'tirozlaringizni yozma ravishda bildiring. Bayonnomaning nusxasini olishga haqqingiz borligini unutmang. Nusxa berishdan bosh tortish ham qonunbuzarlikdir. Ishonch telefonlariga murojaat qiling.
Agar sizning huquqlaringiz buzilganini his qilsangiz yoki tekshiruvchilar noqonuniy talablar qo'yayotgan bo'lsa, darhol quyidagi ishonch telefonlariga murojaat qiling. Prezidentning virtual qabulxonasi, Bosh prokuratura, imniyati tegishli vazirlik yoki idoraning ishonch telefonlari. Masalan, hudud gaz ta'minot AJ, hududiy elektr tarmoqlari AJ, O'suv ta'minot AJ ning hududiy bo'limlarining ishonch telefonlari. Bu raqamlar odatda ularning rasmiy saytlarida ko'rsatilgan bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi 1029. Yuridik maslahat oling. Agar vaziyat jiddiylashsa va sizga jarima qo'llanilsa, uni to'lashdan oldin albatta malakali advokatdan yuridik maslahat oling. Ba'zi jarimalar asossiz bo'lishi mumkin va ularni sud orqali bekor qilish imkoniyati mavjud. Oldindan tayyorgarlik ko'ring. Barcha kommunal to'lov kvitansiyalarni, hisoblagichlar pasportini, uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni tartibga solib, oson topiladigan joyda saqlang. Hisoblagichlarning plombalari butunligini va sozligini muntazam tekshirib turing. Unutmang, sizning xonadoningiz sizning qonuniy qo'rg'oningizdir. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish har bir fuqaroning burchidir. Bu maslahatlarga amal qilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Xulosa va yakuniy chorlov mana. Aziz do'stlar, biz bugun juda muhim va dolzarb bo'lgan mavzuni batafsil tahlil qildik. Esingizda tursin, sizning uyingiz, bu sizning shaxsiy makoningiz, qonun bilan himoyalangan daxlsiz hududingizdir. Davlat idoralari vakillari har qancha vakolatli bo'lmasinlar, sizning ruxsatingizsiz va qonunda belgilangan tartibsiz bu daxlsizlikni buzishga haqli emaslar. Eng muhimi bu tekshiruvchilar bilan muloqotda o'z huquqlaringizni bilish, vahimaga tushmaslik, o'zingizni xotirjam va ishonchli tutishdir. Sizga kim kelayotganini aniqlash, ularning hujjatlarini tekshirish, tashrif maqsadini so'rash va eng muhimi, tegishli ruxsat beruvchi hujjatlar bo'lmagunicha eshikni ochmaslik sizning asosiy himoya vositalaringizdir. Unutmang, har qanday noqonuniy talabga qarshi turishga va o'zingizni himoya qilishga haqqingiz bor. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi va sizni ko'pgina muammolardan qutqarishga yordam beradi. Bu ma'lumotni o'z do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan bo'lishni unutmang. Chunki bu bilim hozirgi sharoitda har bir fuqaro uchun beva ahamiyatga ega. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Toki biz kelgusida ham siz uchun foydali bo'lgan shunday dolzarb mavzularni yoritishda davom etaylik. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun izohlarda o'z tajribangizni yozing, savollaringizni bering. Men ularni diqqat bilan o'qib chiqib, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Hammangizga tinchlik, omonlik va oilaviy farovonlik tilayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha